Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Namangan Navbahor ko'cha, Navbahor shaharchasi, Navruz mahalla. Bu yerda har xil assortimentda gullar bor ekan. Ular narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Telefon nomeringizni ham qo'yib qo'yamiz. Tashkilotlar uchun cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaverar ekan. Bu ko'chatdan qancha bular? Narxi 1000 so'mdan beradi. 1000 so'mdan optim narxga beriladi. Cheklanmagan miqdorda bor, tashkilotlar uchun ham yetkazib berilar ekan do'stlar. Bu yerda 3 xil rangdagisi bor ekan. 4 xil rang bor. 4 xil rangi bor. Chiqmaydi. Sarig'i ham bor. Bor, 4 xil rang. Ochilib turgan, tayyor. Men o'zim ham oldim bu yerda har xilidan. Bunisi qancha? Bular 10000 so'mdan so'zdi, 8000 ga beramiz optimlarni. Bu gulning nomi qanaqa buni? Akila. Akila guli bu shu kuzgacha ochiladigan, bu. Qishgacha gullar. Qishgacha gullaydigan ekan. Nariyoqda giranlarchi. Bu kattasi 20000 so'm. Kattalari 20000 so'mdan ekan. Bu yerda har xil assortimentdagi gullar. Bunisi 15 dedi. Bulari 10000 so'mdan ekan. Sal kichikroq variantlar. Bunisi ham 10000 ya. Bunisi ham 10000 so'm ekan. Namanganga kelib, olib ketsanglar bo'laveradi. Bularichi? 2000 so'mdan. Donaga 2000 so'mdan. Bu qanaqa gul bu? Donaga 2000 so'mdan ekan. Buni ham 3 xil rangdagisi bor. Optimga bu ham ko'p top beriladi bundan ham. Yetarli darajada bor ekan. Bemalol kelib, olib ketsanglar bo'laveradi. Bunisi-chi? Qancha bu nom? Narxi 1800 so'mdan optim narx degan. Bu yerda har xil gullar bor ekan. Qanaqa gul bu? Kelib, olib ketsanglar bo'laveradi. Mana bu yerda assortiment ko'rib turibsizlar. Har xili bor. O'sadimi? Yaxshi bo'ldim shu. Ozgina o'sar ekan. Bu yerda ham mana buni narxini 2000 so'mdan deb aytib o'tdik. Do'stlar, bu yerda har xil gullar narxlari bilan tanishtirib o'tdik. Telefon nomeringiz nechidagi? 99lik. 99lik 606 43 44 raqamlariga telefon qilsanglar, bu yerda gullardan zakaz bersanglar bo'laveradi. Ko'p olganga Namanganchi dastavka qilib berilaveradimi yo kelishilgan holatda? Kelishilgan. Dastavka qilib berilaveradi. Misol 500 ta, 600 ta olaman degan odamlarga kelishilgan holatda dastavka qilib berilaverar ekan do'stlar. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin.